Assalomu alaykum. Inkubator ishqibozlar, inkubatordan biznes qilmoqchi bo'lganlar. Mana inkubatorlarimiz tayyor bo'ldi. Hozir dastlabkigacha ketyapti. Mana 2 xil variantda inkubatorlarimiz tayyor bo'ldi. Mana qisqacha qilib ishlashlarini, ko'rinishlarini birodarlar obzor qilib beraman. Mana bu inkubatorimiz qalin materialda bo'lgan. Materiali qattiq, pishiq materialdan bo'ladi. Ichi mana Penaplex bo'ladi. Penaplexda ham mana qattig'i bo'ladi. Ancha yili qattig'ini. Xo'p, mana telefon regulyatorimiz xudo xolasa yaxshi zo'ridan olib keltirdik. Sinalganidan. Xudo xolasa bu ancha-muncha ishga yaraydigan zo'ridan. Bunimiz mana diodga mana sizlarning qo'lingizga yetib boradi. Yetib borganda mana o'sa mana taslar olib mana bunisi 220 tokka suqiladi. Mana bu o'zi signal beradi. Gradus ketsa, ko'tarilib ketsa, o'zi signal beradi. Mana bunimiz bossanglar yonadi diod mana. Bunimiz mana motordagi, buni pavorotiga motorni aylantirib beradi. Mana hozir bunga mana 120 ta tuxum sig'adi. 2 ta etaj bo'ladi. Bu yerda mana temirlik yaxshi motor qo'yildi. Mana oldingilarimizda plastmassa motor qo'ygan edik. Hozir bularimizga mana temirlik yaxshi sifatli zavodskiy charxlarda mana yaxshi motorlardan qo'yyapmiz. Mana o'zimizda kitobchasi bor. Ichida buni talloni bor. Mana tayyor pechatlar urilgan mana. Garantiya 4 oy. Tuxum terilishlari. Hozir bu latogimiz bilan tepasi olinadi. Va yana qo'yiladi mana. O'zining teshigi bor. Mana bu yerlarga 3 ta mana bu joyga ilinadi. Mana bu yerda mana har doim videoda aytib o'taman. Bunimiz mana spiral. Bu yerda isitadi. Mana bu idishga suv quyiladi. Mana uni bunga to'g'ri qilib, o'rtaga qilib, tashqaridan suv quyiladi mana o'sha lyankadan. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Juda ko'p bizga murojaat bo'lyapti. Mana shu ikkita mana bolti bor mana boltga aka. Bu mana ikkitasi bu tormoz uchun bu. Ko'pchilik nima qilyapti? Buni motorni olib turib yetib borgandan keyin mana bu ikkita mana boltga ilib qo'yishyapti menga. Bu boltlarga mana uzun mana boltga aka. Bu faqat tormoz uchun bu. Shuni yaxshilab tushunib olinglar mana tormoz uchun. Sir faqatgina bu charx ilinadi. Bunga ilinmaydi mana bunga. Telefon qilishyapti bizga, motor aylanmayapti, yaxshi emas ekan bu, barak ekan deyapti. Bu rasmga olib videoga tashlashyapti bizga. Shunga ilingan holatda videoga tashlashyapti. Bunga ilinmaydi. Bu tormoz uchun. Oldingi videoda ham aytganman, bu tormoz uchun faqatgina. Bunga ilmaysizlar mana. Charx ilib turib. Tuxumni uchini pastga qilib bu tomonga teriladi. Bu yerdan bu yoqqa qarab teriladi. Kres qilib terib nechta bo'lsa tuxum terisi bo'ladi. Mana misol uchun yarimiga bu tarafiga yoki bu tarafiga tuxum terisi bo'ladi. Tuxum terib olganlardan keyin mana bunisini mana -1 raqam tomoniga bosib qo'yiladi. Shunda mana bu taymerimiz ishlashni boshlaydi. Mana bunimiz namlik. 45 turgan namlik. 35 turgan issiqlik. Mana bunimiz ishlayapti. Tuxumi terilgandan keyin mana bu
datchigimizni tuxumni ustiga qo'yib qo'yiladi. Tashqariga emas. Tashqari turmaydi bu. Shuning uchun tashqari qo'yib qo'yishyapti ko'pchilik. Tashqari turmaydi bu. Ichkarida turadi, tuxumni ustida bo'ladi. 120 talik bo'lsa, shuni qo'yib qo'ysanglar turaveradi. Qop-qog'ini yopasizlar. Yopildi. Svet yoqsanglar, suvi hamma narsa ko'rinadi mana. Bunimiz dekorli bo'ladi, bu ham qattiq material bo'ladi. Bunimiz bunga nisbatan sal yumshoqroq material. Lekin bu anchagina qattiq, chidamli material bo'ladi. Mana bunimiz tayyor bedanaga moslangan latolari bilan berilgan tayyor. Ishlariga mana bedana tuxum kletkasini bedana kletka qo'yib berganmiz. Faqat bu zakaz uchun. Bu kletka zakazga. O'zi asli ichida bo'lmaydi bu. Bu ham xuddi shu singari mana tuxumga qo'yiladi. Datchilarimiz ham xuddi shu singari, faqat nima farqi bor? Ustidagi buniki dekor bo'ladi. Dekor material. Mana shu holatda hozir bu ham dastavkaga chiqdi, bu ham dastavkaga chiqdi. Mana hammasi mana inkubatorlarimiz tayyor. Kimga kerak bo'lsa, qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Qanday savolinglar bo'lsa, tortinmasdan telefon qilinglar. Narxini ham nima narsa, qanday savol bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Mana bu yerda mana hozir tayyor bo'lyapti. Bular ham dastavkaga chiqishi kerak. Xudo xolasa 1 kun yoki 2 kunda 1 kun 2 kun ichida manzilga yetkazib beramiz. O'zbekiston bilan dastavkamiz bor, Qirg'izistonga dastavka bor, mana Qozog'istonga dastavka bor, Tojikistonga faqat chegaraga dastavka qilib bera olamiz. Imkon qadar qo'ldan kelgancha dastavkalarni qilib chiroyli holatda yetkazib beramiz. Garantiyalari bor.